بسم الله الرحمن الرحيم. وأعالي القمم تحيا بأرقى القيم نحو الأعالي من خير والي ترى أمجادنا في الورى نحو الأعالي نحو أعالي القمم تحيا بأرقى القيم نحو الأعالي من خير والي ترى أمجادنا في الورى نحو الأعالي. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Allohdan tavfiq so'rab, soliha ayolning sifatlari haqida dars qilamiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda Niso surasini 34-oyatida aytadi: "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallohu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-solihatu qanitatun hafizatun lil-ghaybi bima hafizalloh." Erkaklar ayollar ustida qawwamun, ya'ni musallatun boshliqdirlar. Alloh ularni ba'zisini ustidan afzal qilganligi sababli va erkaklar bu yerda ba'zilaridan maqsad erkaklar ayollarni ustidan Alloh taolo afzal qilganligi sababli va erkaklar mollaridan shu ayollarga infoq qilganliklari sababli ayollar ustida boshliqdirlar. Fas-solihat, ya'ni solihalar qanitatun dan maqsad itoat qiluvchi ayoldirlar. Hafizatul lil-g'aybi bima hafizalloh. Alloh saqlagan narsa bilan erlariga g'oyiblikda ham farjlarini saqlovchidirlar. Qawwamun dan maqsad musallatun ala ta'dibihinna. Ularga odob berishlikda boshliqdirlar. Qawwam va qayyim bitta ma'noda, qawwam lekin bolig'roq ma'no. Ayollarni maslahasi uchun, ularni boshqarishlik, ularga odob berishlikda qoyim bo'luvchi. Bu oyatni nozil bo'lishligining sababi Sa'd ibn Rabi' radhiyallohu anhu bilan uning ayoli haqida. Ayoli Habibati binti Zayd ham deb aytiladi. Muqotil va Kalbiylar bu ayol Habibati binti Muhammad ibn Maslama deb aytdilar. Bu ayol eriga itoat qilmaydi. Eri uni uradi. Sa'd ibn Rabi' bir shapaloq uradi deyiladi. U otasi bilan birgalikda Nabiy sallallohu alayhi vasallamga shikoyat qilib boradilar. Otasi aytadiki, men qizimni bunga bergan edim, u qizimni uribdi desa Nabiy sallallohu alayhi vasallam eridan qasos olishlikni aytadilar. Ota bola qasos olishlik uchun qaytib ketayotgan paytlarida Jibril alayhissalom keladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam to'xtanglar, qaytinglar. Jibril bir narsa olib keldi dedilar. Alloh taolo mana bu oyatni nozil qilgan bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki: "Aradna amran va aradallohu amran. Vallazi aradallohu khayran." Biz bir ishni xohladik va Alloh ham bir ishni xohladi. Alloh yaxshilikni xohlagan zotdir dedilar va qasosni ko'taradilar. Ya'ni qasos olinmaydi. Shu oyatning ichida bima faddalallohu ba'dahum ala ba'd. Alloh taolo ularni ba'zisini, ya'ni erkaklarini ayollarni ustida afzal qilganligi sabablidan, ya'ni ayollar ustida erkaklarni afzal qilganligi, aqlni ziyodaligi va dinini va viloyat boshqaruvni ziyodaligi bilan afzal qilganligi. Ba'zilar shahodati bilan ham deb aytilgan. Chunki shahodatda bir erkak kishini shahodati ikkita ayol kishini shahodati bilan teng bo'ladi. Bunda oyat bor: "Fa illam yakuna rajulayni fa rajulun va imra'atan." Agar ikki kishi bo'lmasa, bir kishi va ikkita ayol bo'lsin deb aytgan Alloh taolo. Va yana aytiladiki, jihad bilan afzal qilingan erkaklar. Va yana aytilinadi juma va jamoat bilan ibodatlarda afzal qilingan. Va yana aytiladiki, nikohda erkak kishiga 2-taga nikohlanishlik mumkin bo'lgan, ayollarga bitta faqatgina. Va taloq ham erkak kishining qo'lida, ayol kishining qo'lida emas. Yana afzalliklarda merosda ham aytilingan va diyani ham aytilingan va nubuvvat ham aytilingan. Ya'ni faqatgina erkaklar bo'la oladi. Nubuvvatda ham payg'ambarlarning hammasi erkak kishilar bo'lgan. Va bima anfaqu min amwalihim. Va erkaklar mollaridan infoq qilganliklari sababli deb aytilgan oyatning ichida, ya'ni u mahrni berishlik va nafaqa berishlik. Bag'aviy rahimahulloh tafsirlarida keltiradilar shu o'ringa. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar buni. Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhu rivoyat qilgan. "Law amartu ahadan an yasjuda li ahadin, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Agarki bir kishini bir kishiga sajda qilishlikka buyurgan bo'lganimda, ayolni eriga sajda qilishlikka buyurgan bo'lardim dedilar. Bu yerda fas-solihatu qanitatun. Solihalar, ya'ni qanitatdan maqsad mutiat, itoat qiluvchi ayollar. Hafizatul lil-g'ayb, ya'ni farjlarini erlari yo'q o'rinda farjlarini saqlovchi ayollar. Erlardan boshqa o'rinda bo'lgan holatida. Yana aytiladiki, hafizatdan maqsad saqlovchidirlar deyishlikdan maqsad erlarni sirlarini saqlovchilar deb aytadilar. Bag'aviy rahimahulloh yana keltiradilar. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan Rasululloh aytdilarki: "Khayrun nisa'i imra'atun in nazarta ilayha sarratka va in amartaha ata'atka va in ghibta anha hafizatka fi maliha va nafsiha." Ayollarning yaxshisi, agar sen unga qarasang, seni xursand qiladi va agar sen unga buyursang, ish buyuradigan bo'lsang, senga itoat qiladi. Agar sen undan g'oyib bo'lsang, oldida bo'lmagan paytingda molida ham va nafsida ham seni saqlaydi dedilarda. Keyin bu oyatni o'qidilar.
Shu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Albatta erkaklar ayollar ustida boshliqdirlar degan oyatda o'qidilar. Bu yerda erkaklar ayollar ustida boshliq ekanliklari Alloh rasuliga nozil qilgan kitobni dalili bilan bo'ldi bu. Bu yerda ummatni maslahatini o'z ichiga oladi va uning ichida ayolga yaxshilik bor va foyda bor va dunyo va oxiratda ayolni najot topishligi bor. Endi bu boshliqlik ikki qismga bo'linadi. Hissiy va ma'naviy bo'lgan boshliqlik. Hissiy boshliqlik ayol kishiga beriladigan joy, maskanlar, kiyim-kechaklar va boshqa zarurat narsalarda qoyim bo'ladi bu erkak kishi. Bu ayolni himoya qiladi, saqlaydi, sha'niga qoyim bo'ladi. Ibn Kasir rahimahulloh ham tafsirlarida keltiradilar, erkaklar ayollar ustida boshliqdirlar deganda, ya'ni raisdirlar, ularning kattasi va hokimidirlar. Ayol kishi unga odob beruvchisidir deb keltiryapti. Alloh taolo erkaklarni ayol ustida afzal qilganligi sababli dedi, chunki erkaklar ayollardan afzaldir. Erkak kishi ayol kishidan yaxshi, shuning uchun nubuvvat erkaklarga xos. Va mana shuningdek katta boshliqlik ham erkaklarga xos. Rasululloh aytdilarki, "Lan yafluha qawmun wallaw amrahum imra'atan." Qavm hech qachon najot topmaydi agarki ishlarida ayol kishini boshliq qilsalar. dedilar. Buni Buxoriy rivoyat qilgan. Ular mollaridan shu ayollarga infoq qilganliklari sababli deganda o'sha mahar, nafaqalar va Alloh taolo o'sha erkaklarga, shu ayollar uchun o'zining kitobida, Rasulning sunnatida o'sha mukallaf qilgan narsalar. Kishi ayol kishidan o'zining nafsida afzalligi. Boshqa bir oyatda ham valir rijali alayhinna daraja. Erkaklar uchun ayollar ustida daraja bordir. Alloma Sa'di rahimahulloh o'zining tafsirida keltiradi. Erkaklar ayollar ustida boshliqdirlardan bundan shu narsalar chiqadiki, Alloh taoloning huquqlarini shu ayollarga lozim qilishlikda boshliqdirlar. Allohning farzlarini himoya qilishlikda, ayollarni fasod qilishlikdan tiyib qo'yishlikda boshliqdirlar. Erkaklar o ayollarga mana bularni lozim qilishligi bilan boshliqdirlar va ayollarga infoq qilishligi, kiyim-kechak va maskanlar berishlik bilan boshliq bo'lgandirlar. Yuqorida aytganimizdek kabi yana erkaklarning ayollarning ustidagi fazilatlari sabablari ayollarga bir nechta o'rinlarda erkaklar afzalligi viloyatda, boshqaruvda, nubuvvatda, risolatda, ko'p ibodatlarda ham jihad va jamoatda o'qishlik va juma o'qishlik va hokazo. Alloma Sa'di rahimahulloh yana tafsirida ayni buni valir rijali alayhinna daraja. Erkaklar uchun ayollar ustida daraja bordir. Bir daraja bordir deganda raf'atun va riyasatun va ziyadatu haqqin alayha. Ya'ni baland raislik va ayolni ustidagi haqlik, ziyodalik borlik degani deydi va ziyodalikdan kichkina bo'lsin, katta bo'lsin imomatlik, raislik va boshqa erkaklarga xos bo'lgan viloyatlar, ya'ni boshliqliklar bor va hokazo. Bu ish bilan ayollarni kamsitishlik yo'q. Shuningdek islom ayolni erkakni jufti qilib qo'ygan. Alloh taolo oyatda aytadi: "Fastajaba lahum robbuhum anni la udi'u amala 'amilin minkum min zakarin aw untha ba'dukum min ba'd." Ular uchun Robbilari duolarini ijobat qildi. Albatta men sizlardan erkak bo'lsin yoki ayol bo'lsin, amallardan biror bir amalni zoya qilmayman. Sizlarni ba'zingizdandir deb aytdi. Yana boshqa bir oyatda, ya'ni Niso surasining 1-oyatida: "Ya ayyuhan-nasu taqu robbakumul-ladzi khalaqakum min nafsin wahida va khalaqa minha zawjaha va batha minhuma rijalan katiran wa nisaa wattaqulloha-allazi tasaaluna bihi wal arham innalloha kana alaykum raqiba." Ey insonlar, sizlarni bir nafsdan yaratgan va undan juftini yaratgan va u ikkisidan ko'p erkak va ayollarni tarqatgan Robbingizdan qo'rqinglar, ya'ni taqvo qilinglar va sizlar Allohni o'rtaga qo'yib bir-birlaringizga savol-javob qiladigan Allohdan qo'rqinglar va bir-birlaringizni qarindosh urug'chilikni uzishlikda ham Allohdan qo'rqinglar. Albatta Alloh taolo sizlarning ustingizda kuzatib turuvchidir dedi. Yana boshqa bir oyatda: "Huvallazi khalaqakum min nafsin wahidatin va ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha." U zot, ya'ni Alloh taolo sizlarni bir nafsdan yaratdi va undan juftini ham qildi. Unda u bilan yashashligi uchun dedi Alloh taolo. Oyatlarni ma'nosidan ochiq bo'ladiki, ayol erkakning jufti, egizagi. U ayolni Alloh taolo u erkakni o'zidan yaratganligini ham bayon qildi. Bunga bu ma'noni ifoda qiladigan ko'p sunnatda ham bor. Keyinroq inshaalloh ularni ham bayon qilamiz. Fazilat o'rinlaridan xulq-atvor, tabiat, maqom, itoat, buyruq berish, mas'uliyat, nafaqa qilish, ishlarni yuritish, bu narsalarda Alloh taolo erkakni ayollar ustidan boshliq qildi. Dunyo va oxiratda ham fazilat borasida Alloh taolo shu yuqorida aytganidek, erkaklar ayollar ustidan boshliqdirlar dedi. Bu gaplardan ayollarni haqqini kamsitish yo'q, balki aql, fitratdan oladigan bir haqiqatni bayon qilishlik bor bu yerda. Alloh tabiatan ayolni homiladorlik, tug'ishlik, emizishlikka tayyor qilib yaratgan. Lekin boshqa o'rinlarda esa
erkaklarni tayyor qilib yaratgan. Masalan, o'zini va qavmini himoya qilishlikda erkakni kuchli qilib tayyorlab yaratgan, ayol kishini zaif qilgan bu o'rinda. Ayol kishida hujumni qaytarishlik yoki dushmanga qarshi kurashishlik uchun yetarli kuch yo'q. Bu narsalarga erkak kishini Alloh taolo tayyorlagan. Bu narsalardan kelib chiqadiki, erkakda o'zini qiladigan ishi bor, ayolni o'zini qiladigan ishi bor. Shu sababli masalan erkaklar ayolni himoya qilishlik va parvarish qilishlik zimmasiga yuklatilingan. Ya'ni tabiatan ham erkak kishi ayolini himoya qilishligi, uni parvarish qilishligi tabiatan ham bor. Bundan kelib chiqadi, misol jihodlar ham erkakka yuklatilgan, ayolning zimmasida yo'q. Balki uning ayolning zimmasiga yuklatilmagan, erkakning zimmasiga yuklatilgan. Erkak ayol ustida turuvchi bir mas'ul. Unga nisbatan turli ko'rinishdagi g'amxo'rliklar, himoya qilishliklar bor, mas'uliyatlari. Erkakni ayollar ustida boshliqligi ikki qism deganimiz hissiy va ma'naviy dedik. Bu ma'naviysi birinchi hissiylarini o'tdik. Ma'naviyligi shu Alloh taolo shu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Erkaklar ayollar ustida boshliqdirlar deganda bunda erkaklar ayollar ustida bir zo'ravon, kuch bilan bostiruvchi, ya'ni kamsituvchi degan ma'no tushunmaydi. Ya'ni ayollarning haq-huquqlariga hukmronlik qilishlik degan ma'no emas. Balki bunda ham ayolni shaxsiyatini, huquqini, maqomini mustahkamlaydigan bir boshliqlikdir, ya'ni erkakda. Islom ayolni uy ishlarida boshqarishlik, farzand tarbiyalari bilan shug'ullanishlik hamda uyga oid bo'lgan o'zi qila oladigan ishlarni idora qilishlik huquqini bergan. Ya'ni bu yerda boshliqlik degani zulm degani emas. Mas'uliyatli boshqarish bo'lish va tartib saqlash, ayolni sha'ni va o'rnini himoya qiladigan bir rahbarlik deb tushuniladi bu boshliqlik deganda. Islom ayolga o'z mol-mulki ustida to'liq egalik qilishlik huquqini bergan va erkakni esa unga hukmronlik qilishlikda qaytargan, ya'ni man qilgan. Bu huquq ayol kishiga tasarruf huquqi faqatgina uni o'ziga xos, tegishli bo'lgan u molni erkinlik bilan tasarruf qila oladi. Narsa sotadi, narsa sotib oladi, garovga qo'yishi mumkin yoki ijaraga berishi mumkin birovga hadya ham qilishi mumkin yoki birovga sadaqa ham qilishi mumkin. Lekin ba'zi hadislar Alloh alam bor, bir narsani qilishlikda erdan so'rash kerakligini, ya'ni hamma narsada emas albatta. Ya'ni ba'zi o'rinlar borki, erdan so'rashlik kerak bo'ladi, hatto o'zini mulki bo'lsa ham. Lekin erkakni ayolni ustida boshliqligidan ayolni shu moliy mollarini mustaqil bir narsa qilishligiga bekor qilmaydi. Bu ayolning shaxsiy mulki, huquqi ya'ni. Nabiy sallallohu alayhi vasallam erkakni ayolni ustidagi haqqi buyuk ekanligini ko'p o'rinlarda hadislarda bayon qilganlar. Abu Sa'id Xudriy radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, haqqu zawji ala zawjatihi law kanat bihi qarhatun aw intathara min kharahu sadidan aw daman thumma ibtala'athu ma adat haqqahu. Agar ayol erining badanida yara bo'lib, undan yiring yoki qon oqib tursa, so'ng ayol uni yalagan taqdirda ham uni haqqini ado eta olmaydi dedilar. Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhu ham rivoyat qilgan. Rasululloh aytdilarki, law ta'lamul mar'atu haqqaz zawj ma qa'adat ma hadaraha ghada'uha aw 'asha'uha hatta yafrugha. Agar ayol erining haqqini qanchalik katta buyukligini bilganda edi, kunduzgi ovqatida ham, kechki ovqatida ham hozir bo'lganda, eri ovqatni yeb bo'lmaguncha o'tirmagan bo'lardi dedilar. Endi Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan. Rasululloh aytdilarki, sallallohu alayhi va sallam, biror bir insonga sajda qilishligi to'g'ri emas. Agar bir insonga sajda qilishligi joiz bo'lganda, ayolni eriga sajda qilishlikka buyurgan bo'lardim. Uning o'sha ayol zimmasidagi haqqi, ulug'ligi sababli, ya'ni jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, agar erining oyog'idan boshining tepasigacha yara bo'lib, undan yiring oqib tursa, so'ng ayol uni shunchaki shu xizmat bilan yalagan taqdirda ham uni haqqini ado etgan bo'lmasdi dedilar. Oiladagi huquq va mas'uliyatni og'irligi bu yerda ta'kidlash bor. Ibodat ma'nosida bo'lsa, yuqorida kelgan sajda faqatgina Allohga xos ekanligini qat'iy bayon qilishlik ham bo'lyapti. Agar erining oyog'idan boshini tepasigacha yara bo'lib, u yorilib ketgan holatda bo'lsa, so'ng ayol undan jirkanmay xizmat qilib, unga yuzlansa-da, uni haqqini ado eta olmaydi. Ayolning zimmasidagi vazifalarni ado etishlikka bu yerda undash bo'lyapti. Najotni istagan ayol kishi bunaqangi buyuk masalalarda chuqur tafakkur qilishi kerak. Allohu a'lam. Sallallohu alayhi va nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in.